Bir ucum qilaylik odammiz. 11da endi. Bolalargacha bordi bu yoqqa. Bu yoqqa bitta. Yeni nima yapsan? Yerga rasxat qilinganda uyingizni oldida masalan, uyingizni oldida buzib bir narsa qo'yasiz, keyin aksiyada haqiqatga to'g'rimi? Bola kilometrga sizlarga aytdimki, qo'yib beramiz. Boşa uykular dayım ha. Mana men uygan mana shu xabarlarni mana sharoitda qilib men rahmat. Sizlarga rahmat. Lekin muddat bo'lmaydi-da. Yo'q, men gapirganim foydasi yo'q. Yoshimiz katta. Buni bilaman qanday qilish kerak. Shu bozor tushun masalasiga boshqa chiqishlarni bizga nima aloqasi bor buni? Ha? Mana Facebookdan bormashni asbob qilingan. Mana shu qanday bir zamonaviy qurilgan, ayting qani? Hamma sharoitda qilib turibmiz. Hammasini ajrashyaptimi bor, hammasi solib to'layapti. Yana nima qilish kerak? Nimani gapiryapsiz? Bitta oddiy mana kichkina yana rayonning nimasini uyga qo'ysalar bo'ladi. Qilmaydi, qilyapsiz-ku. Nima qilyapsiz? Ya, nima bo'ldi bu bozorda? Bozorda ahvoli. Gulday bozor ko'chirilib ketib endi bitta rayonda bitta bozor yo'q endi. Qishloqqa boramiz, odamlar endi savdo qilib kelish uchun qishloqqa borlar. Bitta bozorda Hammalar shu rayonni qonun yurtlar nima ahvol bu? Bozor boshqa-ku bu tadbirkor bozorga qaramaydi ku, nima unda qilyapsizlar? Latok ogohlantirmayman, mana shu latok tushyapti. Nima ishlar hech pulda ishlashga nima qiladi? Asob bo'lganman, bilasizmi? Yo'q, men mayli, shuni ogohlantirsa shunga qarab chora qilamizda. Shuni tashlab. Mayli, surishmanglar. Siz kimsiz? Siz kimsiz? Hokimiyatdan mayli, menga qarab qo'yasiz. Qarang, men hokimiyatdan uzat. Sizga menga qarab qo'yasiz. Lekin ogohlantirish kerakmi? To'g'rimi? Mana shuni so'ramiz. Yo'q, xulosangiz meni ogohlantirish. Mayli, shuni ogohlantirish kerakmi? Deb ogohlantirish qanday sakta? Sizga o'ylab qo'ysa shuni nima qilasiz? Nima emas do'konlar Qo'yilmaydi. Bu nima davlat uyiri